Selam sizlar bilan TT8 Minecraft va bugungi videoda biz sizlar bilan bu videoda sizlar bilan qishloq topish sirlari ikkinchi qism. Xullas bunda bizda hozir birinchi qism nomadiz. birinchi qism yo'qman-ku. Xullas birinchisi xat. Demak, xat qishlog'i qancha xatkan? Xo'sh. O'zingiz xat qishlog'i bilaman deysiz. Men Pov qishlog'i, Marabel qishlog'i, Shohjahon qishlog'ini bilaman. Hay. Ulardan video davomiga bu qishloq. Qani qishloq? Namayl, laqqa tushishdi. Robotni yozib ko'ring. 600.700 yozing. Tengi qishloq 600. 600.700. Mana nuqta. 600. 700. Давай. Xo'sh, bu. bak. Menimcha. Of. Texniga menimcha qishloq yo'q. Va endi Pov qishlog'i. Mayda bilan, mayda. P-O-O-F. Pov. Mana yoningizga. Mana birinchi qishloq chiqqan katta. Qo'yil qishlog'i. Men bu qishloqqa avval o'ynaganman shuncha. Anaqa meni o'yin fermam bor edi. Fermasi katta edi ekan-da. Sizga men bu yerda bomish uchun qurib beruvdi. Birga kuchaygan paytimiz sizga o'zingga moddan qancha so'ragan eding-da, men sizlarga tiling degan eding. O'sha payt hech baroyim yo'q edi meni. Endi shu va endi Mama Mose. Pov qishlog'larini yozganman. Ismsiz kartalarga joy tashlang. Mose. Mana. Mose emas, Mose, mana Mose. Qani? Mana Mose. M-O-O-S. O-O-S. O'si yo'q bo'lishi kerak. Mana shu. Bo'ladimi? Yo'q. Joy tashlamang bu. Mana shu. O'xtarazdeni qishlog'ida. Qayerqa ekaningni? Aytmanga, o'sha qishloq qayerqa? Mana bunaqa joylarga bo'lishi mumkin. Конечно, ochiq joylarga bo'lishi kerak-ku qishloqlar. Odatga. Mama Mose. Mose qishlog'i bizda eski qishloq edi. Eski dahshat, mana ikkita uyim bor edi. Yana bo'lsa daraxtxona. Qanikina. Mayli. Bundan ham qishloq chiqmadi obunachi. Qaysi kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozircha bittagina qishloq va keyingi qishloq Listrix. Siz ikisini yozmang. Mana shunaqa yozing. Xato yozuvdingiz bunisi. Xato yozgansiz bunisi. O'zim yozganman-ku. Xato yozuvdingiz, aytdim-ku. Yo'q, xato yozgan ekanman. Shu uchun kesin yozing. Va mana obunachilar qaytadan yozdik. Va o'xtaring. Mana shu qishloq meni. Qishloq chiqadi. Ukam shu qishloq meni. O'xtaring endi. Odamjon o'zika, lekin kuchayishga epik joy. Marabel va Marabel qishlog'i tadam. Vo, mana obunachilar. Qo'yinglar, qanaqa qishloq. Mana Shohjahon qishlog'i. Shohjahon qishlog'imiz 455. Va bundan uzoq qishloq chiqdi. Mana shu qishloqni men yaxshi ko'raman. Qo'sh, ikkita qishloq bor. Ikkita qishloq ekan. Ikkita qishloq. Vo, ona ham bitta qishloq bor.
Aytdim-ku, Demak, 3 ta qishloq общий. Aka, mana shu kartani saqlab qo'ying. Va obunachilar ikkita 3 ta qishloq chiqdi shu paytgacha va like bosib qo'yinglar endi. What the hell? Bechoralarni O'ylagan qiyin. Bosh kalakan. xullas bo'ylar. Menimcha bu qishloqda hech kim yashagisi kelmaydi. Balki qishloq deb video olsanglar bo'ladi bemalol shu yerda. Va endi very cold. Katta harf bilan nima deydi? Very K oladi. Joy tashlamang mana. K S O K oladi. L I D D. Давай. Very cold. Ой. Nima edi bu? Deydi. Wow. Obunachilar, mana shu joyga bitta obuna bilan like bosib qo'yish kerak. Qaranglar. Biz va shu kam chiqadigan joy. Hech foiz Minecraftda shu joy chiqishi 11%. 11%dan kamroq. Kam bu chiqish joyi 11%. Qancha odam ochib tashlagan, cho'lgan bo'lganchi? Qishloq yo'q, qishloq tanishtiraylik hozir. Chunki qishloq tanishtiraylik. Xullas bu qishloq yaxshigina, bem uylar buzilmagan, yo'laklar ham yaxshigina joylashgan. Va birgina minusi mana bu yerdan devorcha qilib qo'yasizlar, zombilar kelmasligi uchun. Bu tarafda zombilar ko'p bo'ladi. Va qishloq bu yerda sandiqda nima bor? Yarim temir yaslaxa va 3 tagina oltin bo'ladi. Вообще katta. O'sha yerdan kattakon yerlar bo'lib og'iltirib ketaykan. Xullas bitta bemalol matsam bo'ladi, o'ynasanglar bo'ladi. O'zing qal'alarini qurasizlar, yo'voy qal'a qilib. Endi 17-71-9 qishlog'i. Mana 17-917 mi? Chamasligim mumkin aka. 7 917. 917 emas, 719. 917 yozib ko'rganman men bu qishloqda. 719 demak. Bo'ldi. Yozib ko'rganman men bu qishloqda. Chiqdi. Voh! Neydi bu qishloq? Bitta, ikkita, 3 ta, 4 tagina, 5 tagina uychasi bor-ku. Xullas bu yerda bo'lmish qishlog'i deb e'lon qilaman. Bu yerni Guinness rekordlar kitobiga kiritib qo'ying. Va koncha ham bor ekan mana bu yerda. Xullas menimcha bu kattakon ekanda. Xullas bu yerda bemalol kuchaysanglar bo'ladi, hokimchalik qilib olib. Va endi qo'rqinchli qishloq. Qo'rqinchli va necha? 278. 278. Xo'sh. 2 55. 55. Давай. Va wow, qishloq. Xullas bu ham yaxshi. Stop. Bir o'g'illik masalan kuchaysa bo'ladi demakchi. 2-3 ta ekib yoki raqam olib kelib. Botqoq. Mana shunaqa kartaga Xo'jabaland mahallasi qurganman. Xullas qaysi bitta mahalla qurgan, xullas bu ekan. Bu qishloqchani o'zini tanishtirsak, uychalar ko'p. Polizlar 4 ta, bitta ekda. 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. 6 ta qishloq. Poliz bemalol yetsa kerak sizlarga menimcha. Bunday narsalar bor. Va videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana aytaman, chunki yanvar oxirigacha biz 120 ta bo'lishimiz kerak. Obuna bo'lib qo'yinglar, 92 tamiz. Yangi yilgacha program bo'lmoqchi edim, lekin bo'lmay qoldi. Va endi DUMB
Dumb. D-U-M-I-B. Dumb. No'xtani qishlog'ida. Mana qishloq. Mana. Wow. Piramida ham bor yoniga bemalol o'rgilib qilib, piramidada nima bor? Innisida bor. Va bu yerda nima bor? Olmos jihozda bitta. Va bu yerda bittagina temir. Va bilasizlarmi endi bu yerda nima qilish kerak? Bu yerni yo'q qilish kerak. Bu ayt. Poklashni ko'rmoqchiman men bu yerda. Endi qo'rqinchli qishloq. Katta harf boshi. To'xtab. Qo'l deb yozasiz. Qo'rqinchli qishloq. Mana bittalik yozdik va mana Qo'rqinchli qishloq deb yozish kerak. bu yerdan chiqmadi-ku. Qo'rqinchli qishloq. Obunachilar betdan. Bitta xullas chiqmadi deb yozsam, nechta ko'rsatib qolsizlarga. Qishloq chiqadigan karakterlardan bilmadim, 6-7 ta ko'rsatib qo'ydik va videomiz tugadi. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, tagiga o'tib nimadir yozib qo'yinglar va biz yanvar oxirigacha bemalol 20 bo'lishimiz kerak. 820 ta bo'lishimiz kerak.